Bu videoda biz dunyodagi eng qo'rqinchli kinolarning qisqa parchasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Tayyormisiz? Boshlaylik. Hammaga salom o'rtoqlar. Ko'rgan bo'lsalaring kerak, o'tgan videoda men sizlarga shart berdim. Sizlar bajara olasizlar deb o'yladimman. U videoda nima dedim? Bir kunda 1000 ta like, sorry. Bir kunda ichida 100 ta like, 100 ta podpisчик kelsa, men tashlandiq binoda video olaman dedim, qorong'u joyda. Lekin bo'ldi. 500 ta like, 500 ta podpisчик keldi, faqat 2 kunda keldi. Endi men bu videoni attaylar maxsus chiqarib, shu bitta eng katta shart uchun qo'yyapman. Bu qanaqa shart? Agar mana shu videodan 1000 ta like, 1000 ta obunachi keladigan bo'lsa, tasavvur qiling, mana shunaqangi tashlandiq binoda, hech kim bormaydigan binoga borib, siz va men bir kecha qolamiz. 24 soat tashlandiq binoda yashaymiz. Qiziqyapsiz-a? Aniq qiziqasiz. Bitta like, bitta podpiska bosing, tez kunda mana shu video chiqadi. Sizga ishondim. Tayyormisiz? Ketdi. O'rtoqlar, bizda top 3-video. Bu videoda o'zlaring ko'ringlar, yaxshisi men aytib bermay, qiziq qolmaydi bo'lmasam. Ketdi. Ana. Arkasidan kimdir kelyapti. Yo'q. O'rtoqlar, to'g'lim yuragimda ishonasizlarmi hozir? Alyo deb. Qo'rqdingiz, tan oling. O'tirishingizga qarang, qo'rqmagandek. Qo'rqdingiz, ichingizdan bitta narsa ketdi, tan olavering. Ketdi bo'lmasam, bo'pti, bilinmadi, qo'rqmadingiz, bo'ldi. Bizda top 2-video ko'ramiz. Mana shunaqangi uyda olamizda videoni. 1000 ta like bo'lsa. Ночь — это время, когда миссис Маллинс обретает свои силы. Весь день она лежит в постели, но по ночам она может ходить, куда ей Yo, вздумается. nima bor shu o'ranib olib, gaplashib o'tirib, Она могла поесть. А если ты взглянешь на нее, то умрешь. И для этого она будет повторять твое имя снова и снова, пока ты не посмотришь. Погоди. Ana. Нэнси? Нэнси? Kul. Нэнси! Pa deyman, bo'pti, hazillashdim. А тут Тирн проснется. Ana. Qoch. Нет, Qoch. она уже готова есть. Ha, kul. Прекрати, мы сейчас должны уже Ты спать. ведь тоже так Я? делала? Hozir bir narsa otilib chiqadi. Bitta like bosib bering. Почему он... Jigarsiz uchun harakat qilyapmiz. Bitta like, bitta podpisчик. Ketdi. Yuragimda jigar atush. Ana. Ana, ketdi. Fanar ishlamaydi har doimgidek. Нэнси, не смотри на нее. Нет, пожалуйста. Jigar, orqangizda kimdir turibdi. Qarang, orqangizda turibdi. Она ушла. Ay. Birinchi videoda tovonim oyog'imga tushib qolgan bo'lsa, endi tovonim betimga chiqib qoldi. Bo'pti, kuldirmang endi, bo'pti. Xo'p, bu videoga necha baho berasizlar? Hazil bilan. Men bu videoga xo'p, birinchi qo'ygan videomiz top 3 qo'ydim, bunisiga top 2 qo'ydim, navbat top 1-videoga. Va nihoyat o'rtoqlar, bizda top 1-video. Bu videoda aytilishicha bo'yicha bu hodisa Nyu-Yorkda bo'lgan.
o'z akasi kamera bilan singlisini xonasiga kiradi. Ajoyib tovushlar eshitib va singlisini orqasidan arvoh qaraydi. Ko'rmoqchisiz-a? Ko'ring bo'lmasa. Ketdi. Что за движ? И лучше бы он этого не делал. Ana. Ko'rdilarmi? Singlisini orqasidan ajiko qilyapti, brat. За Ана. куклой оказалось черное нечто с дикой рожей и взъерошенными волосами. Будто только что вылезла с вечеринки духов. Парень, конечно, прифигел и чуть не расплавился от страха. И вот отсюда вывод. Qarashini Если qaranglar у buni. тебя есть криповые куклы, выкидывай их нафиг, пока не поздно. Выкидывай их нафиг, пока не поздно. O'rtoqlar buni necha yil oldin qo'yilgan hozir men ko'rib beraman sizlarga. 1 yil oldin sun'iy intellekt chiqqan edi. Bo'pti, xo'p, sun'iy intellekt degan bunaqangi ancha joli chiqarib bermasa kerak. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyga yozinglar fikrlaringni, rostmi yolg'onmi? Bitta-bitta o'qib chiqaman. Endi xo'p, videolarni yig'ishtiraylik aka. Qarang-da aka. Hozir haqiqatan 5000 ta like, 5000 ta obunachi kelsa shu videoda. Shunaqangi uyga borib olib aka. Yashashdi qarang aka. Shu yerga qarasa, "Aka orqadan kimdir kelyapti, qochishdi qarang-da aka." Bo'pti, siz uchun men 24 soat qolaman. Faqat men uchun ham bitta like, bitta podpiska bosib bering. Tez kunda yana bir marta ko'rishamiz, lekin unda o'sha bunaqangi fon haqiqiy bo'ladi. Ko'rishguncha xayr o'rtoqlar. Siz yaxshi ko'raman.